Qadrdonlar, aziz do'stlar, assalomu alaykum avvalambor. Sizlar uchun biz videoni Ganlan do'konimizdan har doim olib bormoqdamiz. Eslatib o'tamiz, Ganlan do'konimizda 50 xildan ortiq skuterlar turi va aziz bolajonlarimiz uchun velosipedlar va detskiy mashinalarning har xillari mavjud. Shulardan biri elektronli Labo. Yaqingina 2-3 ta videoni chiqargan, trendga chiqqan to'rg'ildir elektronli Laboni xudo xolasa ozgina tanishtirib va sotilgan jarayonni ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa elektronli Labomiz 1800 motor miya emas, 2000 lik motor miya bilan jihozlangan va 666 akkumulyator Xitoyning zavodskiy toza akkumulyator bo'ladi. To'rg'ildirak 4 ta g'ildirak teshikchisi tormozda ishlaydi va undan tashqari salonda pechka, lyuk, ventilyator va magnitofonlar bilan jihozlangan. Magnitofonlari ham monitorlargacha bor. Bemalol foto, video, klip ko'rishingiz mumkin. Oq toychoq. Bir so'z bilan aytganda To'rg'ildirak Labo chempioni. Xullas kalom azizlar, qani ketdik. Mana Labo'ni tanishtirib o'tamiz. Oldi g'ildiraklar 12450 va orqa g'ildirak 12500 bo'ladi. Bemalol Damas'ning zavodskiy bo'lganini qo'yib foydalanishingiz mumkin azizlar. Salon qismini tanishtirib o'tamiz. Salon qismlari neobычный ranglar bilan jihozlangan va multi roll, navorot, pavorot hamma narsalari bor. Eng komfort full variantda bo'ladi. Xudo xolasa bu Labo'yimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanmi, shaharmi aka? To'raqo'rg'on. Tuman bo'ladimi? Tuman. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman aka. Mana To'raqo'rg'on tumaniga akamizning bojasiga sotildi. Akamiz vositachi bo'lib o'rtada, xudo xolasa shopirlarni chaqirib berdi. Mana ancha yordam bergan akamiz bo'ladi. Laboni egasi qani? Aka? Xudo xolasa assalomu alaykum o'zimda akam, qalaysiz? Kayfiyatlar aka qulluq bo'lsin xudo xolasa. To'rg'ildagi Labolar endi elektron Labolar. Ob-havoga ziyon yetkazmay, benzin gazga ishiga tushmay, maza qilib xudo xolasa yurasiz elektron Laboda aka. Yaxshi kunlaringizga mening oilangizga qulluq bo'lsin. Uzoq yillar xizmat qilsin aka. Biz rozi, siz ham men rozi bo'ling aka. Olganingizga barakasi bersin. Endi obunachilarga ana shu kameraga qarab ikki og'iz shirin so'zlar shunday aytib qo'yasiz aka bo'ldi. Aka? Ha, obunachilarga. Obunachilarga. Bo'lsa hamisha hamma. Yaxshimi aka? Xudo xolasa narxlari bojagizdan, endi bojagiz endi ikki og'izda. Boja. Yo'q, zo'r ekan. Nomi nima edi? Ganlan. Ganlan do'koni. Ganlan do'koni gap yo'q. Maynaqa maishiy texnikalarni zo'r ishlab chiqarishga gap yo'q. Malades. Yashanglar. Yarzirkan, puliga yarzirkan. Yashanglar. Aka, qulluq bo'lsin sizlarga ham, yaxshi kunlarga meninglar. Xullas kalom azizlar, mana elektron Labonlarni mana ozgina qisqacha tanishtirib o'tdik. Xudo xolasa videoni akani taniganlar va Namangan viloyati To'raqo'rg'onliklar shu video oldingizdan chiqib qolsa, like va kommentda o'z iliq fikringizni belgilab yozib qoldiraverasiz azizlar. Akalarning ichiga chiqib maza qilib minmoqda, Laboni chaqirib qo'ygan. Hozir Labo o'zlaridan kelmoqda. Chiroqli yuklash jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Kabinali motorlar, uch g'ildirak, tom yo'q motorlar hammasi bizda mavjud. Shu yerdan biri 6 farali 1 tonnalik eng chempion full variantdagi motorlarimiz. Xudo xolasa bu ham Namangan viloyatiga sotilgan. Akalar, ukalar, mana egalari Shogirdlar Chiroqli hamma tayyorlab beryapti. Aka o'g'illari bilan akamiz mana hamma ko'zdan kechirmoqda. Mana xudo xolasa 1 tonnalik 6 faral chempion motorimiz. 1008 motor miya va 58 akkumulyator 6 tasini jihozlangan oldi Labo'y zaryadnik, bokovoy, o'zining bluetooth magnitofoni, pavorotlari va o'zining bu ham navorotlari bilan birgalikda zapaska baloni ham ichida bor. Tomni siniy ranglarda akamizga mana qulluq bo'lsin. Akamiz o'g'li Boburbekka olib beryapti. Boburbek dehqonchilik gazini bosib, sezonda handalak qovun tavuza sotib, pulini xudo xolasa 1 oyda chiqarib yuboradigan umiddamiz. Aka, sizga ham qulluq bo'lsin. Yaxshi kunlarga mininglar, umrlaring uzoq bo'lsin, skuterdan uzoq bo'lsin. Obunachilarga ikki og'iz so'zni tirsayib gapirib qo'yasiz ham aka. Yaxshi bola gap. Boburbek, 5-yilsiz? 2001-yil. Boburbek taniganlar avvalama like banglar qo'yasizlar va dehqonchilik gazni bosgani oldi. Boburbekning oldiga tusholmaydi uncha sabab uradi endi. Boburbek Ko'rdik, nimalarning texnikalaring sifatli, yaxshi, ma'qul keldi. Yashang. Xudo xolasa. Qulluq bo'lsin. Yaxshi kunlarga ishlatamiz. Do'stlarga ham aytib qo'yasiz, ha? Xudo xolasa so'raganlarga bemalol tashrif beraveradi, arzon narxda qilib beraveramiz. Uylanganmisiz? Endi mana shu orqasidan uylanib o'rasiz. Ana. Qovun handalak toshsa, pul bo'lsa. Albatta, qovun handalak sotib, banglar sotib bizga ikkita olib turadi va tirs bir yil kuzga to'ydi, dangir-dungur. Xudo xolasa yozga to'y. Ana. Otaxon va'da beryapti, yozga to'y. Xudo xolasa dehqonchilikdan keyin albatta dehqonchilarni yig'ishtirib, billangi shirik qilib yana bitta olib ketadi. Sog' bo'ling, ukam, qulluq bo'lsin. Yaxshi kunlarga meninglar. Obunachilar mana shunday skuterlar kimga kerak bo'lsa, men tashib ko'rasiz. Past nomerlarimizni yozib qoldiramiz.
Albatta video oldingizdan chiqib qolsa, befarq bo'ldingmi, like ting'ilab bosib qo'yib, tanishib tarqatib qo'yasizlar. Hammalarni sog' bo'lasizlar, kutib qolamiz. Durust.